Assalomu alaykum qadrdonlarim. Hozir yonimdagi 3,5 metrga 260 lik surini Samarqand Qo'shrobodga dostavka qilib beryapmiz. Hozir materiallarini sizlarga qisqacha aytib ketaman. Xo'sh, suyanadigan joyi to'rt profilda 1,5 stenkaligidan bo'lyapti. Xo'sh, aylanasi biqini 8 ga 4 profilda, buni ham 1,5 stenkaligidan bo'lyapti. Xo'sh, stoykalari 8 ga 8 profildan, kraskasi xamer zarligidan, laklari ham hamma narsasi ichida. Xullas uzoq muddatga xizmat qilib beradi, uchib ketmaydi. Xo'sh, razmerini aytdim, 3,5 metrga. Buni bitta udobniy tomoni mana bunaqa chiqishga zinachalar ham qilganmiz. Uyida yosh bolalar, otaxon, onaxonlari bor odamlarga juda ham qulay bo'ladi. Chiqishga, tushishga ancha udobniy bo'ladi. Xo'sh, eng qizig'i, narxini aytib ketaman. 4,200,000 so'm Samarqandning hamma tumanlariga dastavka shuni ichida bo'ladi, 3,5 metrligidan. Polimiz xo'sh, yangi listdan bo'lyapti, 1,2 ligidan, qalinligidan bo'ladi, yangisidan. Bizda hamma profillarimiz ham umuman uloq ishlatilmaydi, hammasi yangi narsadan bo'ladi. Kimga mana shunaqa ixcham so'rilar sifatli kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.